Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz demak erkaklarda moyaklariga salbiy ta'sir qiluvchi yoki zararli ta'sir qiluvchi omillar haqida gaplashamiz. Demak, erkaklar moyagiga birinchi o'rinda salbiy ta'sir qiluvchi omil bu e, issiqlik hisoblanadi. Ya'ni saunalar, issiq dushlar yoki bemorning kasbi, misol uchun novvoylar, somsapazlar, bular doim issiq ta'sirida bo'lganligi uchun demak moyaklarda spermatogenez jarayoni buzilishi mumkin. Chunki moyaklarni harorati tana haroratidan 2-2,5 gradusga past yuradi. Agarda siz moyaklarga issiq protseduralar qilsangiz, bu juda ham zarar moyaklar uchun. Moyaklarda urug' ishlab chiqarish jarayoni buziladi. Bundan tashqari testosteron gormoni ishlab chiqarish jarayonlari buziladi. Demak, ikkinchi holat bu kimyoviy moddalar bilan ishlovchi erkaklarda demak moyaklari zararlanishi mumkin. Bular qanaqadir zavodlarda, kimyoviy bo'yoqlar ishlab chiqaruvchi zavodlarda, kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi zavodlarda ishlaydigan erkaklar bo'lishi mumkin yoki bo'yoqlar bilan ishlovchi demak ustalar bo'lishi mumkin. Bular doim nafas yo'li orqali shu bo'yoqlarni hidlaganligi uchun nafas yo'lidan kirgan bo'yoqlar qonga so'rilib, qon orqali demak moyak hujayralariga borishi mumkin. Buni ta'sirida demak urug' ishlab chiqarish jarayoni pasayadi va aytganimizdek testosteron ishlab chiqarish jarayoni kamayadi. Demak, keyingi holat bu turli xil zararli odatlar. Spirtli ichimliklar yoki sigareta chekishlar ham moyak to'qimalariga demak zararli ta'sir qiladi. Va oxirgi holat bu turli xil darajadagi demak nurlanishlar ta'sir qilishi mumkin. Bunday kasb egalari demak rentgen nuri bilan ishlovchi kasb egalari bor. Bular odatda demak doktorlar bo'ladi. O'sha operatsiya davomida rentgen nurlari ishlatiladi yoki tekshiruvlar davomida rentgen nurlari ishlatiladi. Doimiy nur ta'sirida demak moya hujayralari zararlanishi mumkin. Bugungi beradigan ma'lumotimiz shulardan iborat. Agar sizda shunaqa kasb egasi bo'lsangiz, bu kasbni demak o'ziga yarasha demak himoyalovchi vositalari bo'ladi albatta. Shu himoyalovchi vositalarini ishlatgan holatda kasbingizni davom ettirsangiz, demak moyak to'qimalariga unaqa katta zarar yetmaydi. Shuning uchun agar sizda bepushtlik bo'layotgan bo'lsa, demak andrologga murojaat qiling. Shu mutaxassis sizga tekshiruvlar qilib, barcha to'liq tavsiyalarni beradi. Salomat bo'ling.